Ba'zan hayot bizni to'xtatib qo'ygandek tuyuladi. Ongimizda tugamaydigan fikrlar girdobi, ichimizda tug'ilayotgan savollar, tashqarida esa bizni kutayotgan dunyo. Har birimizning ichimizda ovoz bizni uyg'otadi, harakatga chaqiradi, nimadir o'zgartirishga undaydi. Ammo bu ovozni eshitish uchun avvalo o'zimizni tinglashni o'rganishimiz kerak. Bu videoda O'zbekistondagi eng sirli joy borsak kelmis haqida gaplashamiz. Bu yerlarning asl Qoraqalpoqcha nomi Borakelmes, lekin o'zbek tilida Borsakelmas deb ataladi. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling. O'zbekistonning Ustyurt platosining olis va keng hududlarida Borsakelmes deb ataladigan sirli bir joy bor. Uning nomi borib qaytmaydigan joyi. Bu huvlagan sahroga o'ziga xos vahimali tus beradi. Bu yerda shamol asrlar davomida yemirgan qoyalar, qadimda dengiz bo'lgan hududlarning qurigan tubi sovuq va sokin osmon ostida uzilib ketgandek cho'zilib yotadi. Manzara shunchalik g'alati va sokinki, go'yo vaqt bu yerda to'xtab qolgandek. Odamlar orasida ko'plab rivoyatlar aytiladi. Yo'lini topolmay adashgan karvonlar, izsiz g'oyib bo'lgan sayyohlar, bu bepoyon kenglik ularni o'z qa'riga yutgandek. U hududning havosi ham g'alati, go'yo bu yer qadimdan saqlanib kelayotgan sirlarga limmo-lim. Bu huvillagan dunyoda sukunat ham, soya ham hukmron, haqiqat bilan afsona o'rtasidagi chegara esa cheksiz ufqda sekin asta yo'qolib ketadi. Ko'z ilg'ar-ilg'amas masofalargacha cho'zilib ketgan Borsakelmes hududi ulkan, qo'q va huvillagan sahro manzaralari bilan hukmronlik qiladi. Yer yuzasi qadimiy qurib qolgan dengiz tubining izlari bilan chizilgan, gohida yolg'iz yotgan qoyali platochalar bilan bezalgan. Bo'shliqdan keskin ko'tarilib chiqqan shamolda yemirilgan jarliklar esa asrlar davomida esgan shafqatsiz shamollar ta'sirida g'adir, mudir shaklga kirgan. Bu yerda sukunat hukmron, faqat sovuq shamolning cheksiz qumlarini shivirlagani eshitiladi. Ufqlar xira tutunga singib ketgandek, chegarasiz, panohsiz makonga tushgandek his uyg'otadi. Avjizlik havoda osilib turgandek, mintaqaning ulkan kengligi esa vaqtning o'zi bu yerda to'xtab qolgandek taassurot uyg'otadi. Sahro go'yo abadiy davom etayotgandek, hech kim tegmagan, hech qachon bo'ysunmagan. Ustyurt platosi ming yillar davomida geologik o'zgarishlar bilan shakllangan manzara bu hududni qadimda butunlay qoplab turgan, ammo allaqachon yo'qolgan dengizning qurigan tublari hanuzgacha kenglik bo'ylab cho'zilib yotibdi. Shamolda yemirilgan tik qoyalar yer bag'ridan go'yo keskin ko'tarilgandek ko'rinadi. Ularning g'adir-budir chetlari huvlagan zamin ustiga uzun soyalari bilan tushadi. Plato bo'ylab chuqur yoriqlar va darzlar yer ostidagi ulkan kuchlarning izlarini eslatadi. Yashirin g'orlar va xatarli shakllangan qoyalar esa joyning sirli va xunuk jozibasini yanada kuchaytiradi. Bu tabiiy belgilar nafaqat manzaraning ko'rinishini belgilaydi, balki Ustyurt platosining vahimali obro'siga ham hissa qo'shadi. Go'yo tabiatning eng chuqur sirlari shu yerda yashiringan va hanuz zabt etilmagan. Borsakelmes nomi borib qaytmaydigan joyi deb tarjima qilinadi. Bu so'zlar Ustyurt platosining shamolda shitirlagan sukunatida jaranglayotgandek, bu vahimali nom shunchaki ogohlantirish emas, avlodlar davomida shakllangan afsonadir. Rivoyatlarda yo'lovchilar va butun karvonlarning izsiz g'oyib bo'lgani, cheksiz sahro va uning o'zgaruvchan qumlari tomonidan yutib yuborilgani aytiladi. Borsakelmesning sir saqlaydigan yer sifatidagi obro'si bu hududga g'alati, xavotirli muhit baxsh etadi. Mahalliy odamlar tunda eshitiladigan g'alati aksarda haqida hech kim yo'qligiga qaramay, birovning nigohi ustingda turgandek tuyuladigan vahimali sezgi haqida shivirlab gapirishadi. U afsona hududning o'ziga singib ketgan, shu sababli sahro ustida go'yo g'ayritabiiy bir pardaday tovlanadi. Haqiqat bilan afsona chegarasi sovuq cho'l havosida aralashib ketadi. Tungi qorong'ulik Borsakelmes platosiga cho'kkanda manzara soya va sukunat hukmronlik qiladigan olamga aylanadi. Sovuq shamollar huvlagan zamin bo'ylab esar, go'yo ko'zga ko'rinmas qarlardan sirli shivirlar olib kelayotgandek.
Uzoqda g'alati soylar paydo bo'lib yo'q bo'ladi. Ularning shaklini jag'ir-jagir qoyalar va qadimiy dengiz tubining qoramtir chiziqlari orasida ajratish qiyin, xavotirlilikka to'la. Har bir shamol esishi yakkalanganlik va sirli xavotirni yanada kuchaytiradi. Yashirin g'orlar va chuqur darzlarda g'alati aks-sado taraladi. Xuddi yerning o'zi jur'at etganlarga o'z sirlari haqida pichirlab gapirayotgandek, oyning xira nurida quvvati abadiy va kuzatuvchan bo'lib ko'rinadi. Manzara g'alati, vahimali va tushuntirib bo'lmas darajada sirli. Qadimiy karvon yo'llari ushbu bepoyon sahro bo'ylab ilondek egri-bugri cho'zilib ketadi. Ularning xira izlari esa asta-sekin shamol ko'chirgan qumlar ostida yo'qolib bormoqda. Bir zamonlar savdogarlar va sayyohlar aynan shu yo'llar orqali o'tgan, biroq ko'pchiligi bu shafqatsiz hudud tomonidan yutilib, izsiz g'oyib bo'lgan. Afsonalarda to'satdan boshlangan qum bo'ronlarida yo'qolib ketgan karvonlar va tumda eshitilgan g'alati aks-sadolar ortidan adashgan sayohatchilar haqida so'zlanadi. Bu sahro hech qanday tasalli bermaydi, faqat sukunat, sovuq shamol va noma'lumning doimiy xavfi bor xolos. Ufqqa qarab yo'qolib borayotgan har bir qadimiy iz bu yerga jur'at bilan qadam qo'yib ortga qaytmaganlarning jim dalolatidir. Go'yo yerni o'zi bu sirlarni asrab har bir musofirning qayerga g'oyib bo'lganini sukutda kuzatib turgandek, tarix davomida borsa kelmas hududi sirli g'oyib bo'lishlar va qo'rquv haqidagi rivoyatlar bilan o'ralgan. Mahalliy afsonalarda butun karvonlarning cheksiz plata bo'ylab yo'lga chiqqani, ammo izsiz yo'qolib ketgani aytiladi. Qumlar ularning har bir izini yutib yuborgan. Ba'zi sayyohlar yashirin sirlar yoki yo'qolgan xazinalarni topish umidida bu sahroga kirib ketgan, ammo hech biri qaytmagan. Rivoyatlarda ufqda miltillab ko'rinadigan g'alati chiroqlar yoki sahroning o'zidan kelayotgandek tuyuladigan xira ruhiy aks-sadolar haqida ham gapiriladi. Xuddi ular musofirlarni yanada ichkariga behad keng vayronalik tomon chaqirayotgandek. Bu yerning o'zi borib qaytmaydigan joyi deb atalish ham aynan shu dahshatli hikoyalarning aks-sadosidir. Bugungi kungacha yo'qolgan o'sha jonsiz ruhlarning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ularning hikoyalari borsa kelmasni qoplab turgan vahimali sokinlikka singib ketgan. Borsa kelmasning eng yurakni bezovta qiladigan markazda qambaslar bema'ni aylanadi. Ular shimolni ko'rsatishni rad etadi. Olimlar bu yerda kuchli magnet anomaliyalarini qayd etishgan. Ularning kelib chiqishi o'ta tagidagi qadimiy jinslar orasiga chuqur ko'milgan. Go'yo gravitatsiya o'zi ham bir zumga tebranayotgandek, havo esa g'alati tovlanib, haqiqatning o'zi biroz egilib qiyshagandek taassurot qoldiradi. Sayohatchilar keskin sovuq tushib ketishi, ufqda miltillab ko'rinadigan g'alati chiroqlar va kimdir kuzatayotgandek bezovta tuyg'u haqida hikoya qilishadi. U tushuntirib bo'lmaydigan hodisalar yerni o'rab turgan sirli kuch haqida afsonalarni yanada kuchaytiradi. Borsa kelmas tabiat qonunlari egilib, oddiylik g'ayrodiyga aylanuvchi makon. Borsa kelmasning huvlagan sukunati orasida esa qadimgi insonlar izlari qum ostidan yuzaga chiqadi. Arxeologlar bu yerda masalan Karakulik deb ataladigan qadimiy chaqmoq tosh ustaxonasida pol bo'ylab sochilib yotgan 900 dan ortiq tosh qurollarni topishgan. U buyumlarning ba'zilari ikki tomondan ishlangan bo'lib, qattiq sharoitda yashagan paleolit davri odamlarining zukko'ligi va chidamliligini namoyon qiladi. Ajoyib tomoni shundaki, bu qurollarning ko'pi avloddan avlodga qayta ishlatilib kelgan. Bu esa shu yerni o'z uyiga aylantirgan qadimiy xalqlarning cheksiz tirishqoqligi va moslashuvchanligini ko'rsatadi. Har bir artefakt uzoq o'tmishdan kelgan kichik bir nigoh bo'lib, bu yerlarda omon qolish toshni qayta sayqal berishga, mehnat va sabrga bog'liq bo'lgan davrlarni eslatadi. Bu bo'shliq ichida topilgan har bir iz allaqachon yo'qolib ketgan hayotlarning jim guvohi, unutilgan bir asrning havo bo'ylab taralgan ovozdek aks-sadosidir. Tish-tish bo'lib yorilgan chuqur darzlar bu huvlagan yer yuzasini kesib o'tadi. Ular ming yillar davomida tinimsiz kuchlar tomonidan shakllangan qadimiy jarohatlarni namoyon qiladi. Soyaga burkangan burchaklarda yashirin g'orlar bor. Ularning og'izlari
shamol yemirgan qoyalar bilan deyarli qo'shilib ketgan ichkariga nazar tashlashga esa faqat eng jasurlarning jur'ati yetadi. U hudud shafqatsiz kutilmagan jarliklar, yer ostida ilondek aylanib ketgan labirintsimon yo'laklar har bir qadamni xavfga aylantiradi. Borsa kelmas platosida qo'yilgan har bir qadam noaniqlik og'irligini o'zi bilan olib yuradi. Go'yo tuproqning o'zi inson xotirasidan ham qadimiy sirlarga to'lib yotgandek. Sukunat ichida bu yer kuzatib turadi. Uning xavflari sir bilan o'ralgan, har kimga eslatib qo'ygandaki, borsa kelmas noma'lum hukmronlik qiladigan makon. Borsa kelmasning cheksiz kengliklari bo'ylab qumlar go'yo sekin harakatlanayotgandek, xuddi vaqtning o'zi bu tashlab ketilgan yurt ichidan o'tishni istamagandek shug'ullayotgan qum tepalar ko'tarilib tushadi. Ularning sokin ovozlari sovuq shamol bilan birga sukunatga sirlar to'qiydi. Huvlagan plato bo'ylab soylar cho'zilib o'zgarib turadi. Go'yo ular kuzatib kutayotgandek. Bu yerda har bir qum zarrasi, har bir soya to'lqini yashirin bir mavjudlikni eslatadi. Go'yo qadimiy zamin bu yerga kirgan har kimni jim kuzatib turayotgandek. Manzara xuddi ikki olam orasida osilib qolgandek, vaqt bu yerdan shoshmay o'tadi. Issiz g'oyib bo'lganlar xotirasi esa sahro havosiga singib ketgan. Orsa kelmas platosining cheksiz kengliklarida chuqur sukunat hukmron uni faqat sovuq shamolning shivirlashi buzadi. Soylar huvlagan yer yuzida cho'zilib, ostida yashangan sirlarni eslatib turadi. Havo taranglikka to'lib, go'yo zamin o'zi nafasni ichiga tortib, o'tmishdan qolgan sirlarni vaqtga topshirmay saqlayotgandek. Har bir qoyaning darzi, har bir o'zgarayotgan qum tepaligi go'yo ko'z yugurtirsa ko'rinmaydigan bir mavjudlikni eslatadi, nazarimizdan biroz olisda yashiringan, ammo doimo kuzatayotgandek bu huvillagan dunyoda noma'lum xavf sezilib turadi. Orsa kelmas bu nafaqat geografik joy, balki vaqt va haqiqat chegaralari aralashgan olam. Har bir qum zarrasi, har bir soyada yashiringan sirlar insonning ichki dunyosini aks ettiradi. Bu yerda haqiqat bilan afsona birlashadi. Sir va sukunat esa ongimizni uyg'otadi. Borsa kelmas bizga eslatadi. Eng katta kashfiyotlar tashqarida emas, balki o'z ichimizda yashaydi.